Здравствуйте, меня зовут Сервер. Я Овсянникова Шахиста. Я глава своей жены и своего партнера. Мы трио, жонглеры. Когда мне было 14 лет, я училась в школе. На то время директором цирка был дядя мой. И он мне говорит: что ты, говорит, просто будешь на каникулах делать дома? Идем в цирк? Ну, потом познакомилась со своим мужем. Начали работать уже вдвоем. Мы 4 года дружили. Мы так просто на друг друга посмотрели и влюбились. Улетели в Индию на гастроли. Там завязалась еще крепче любовь. Прилетели оттуда и поженились. Мы как полгода всего лишь работаем. Перед тем, как выйти на сцену, мы обязательно друг друга поддерживаем и говорим: спокойствие, спокойствие и только спокойствие. Если честно, я не ожидал, что я вообще попаду сюда. Я в такие вещи не верил даже. Мы работали в цирке, у нас представление шло. Мы пришли домой, она говорит: пап, тебе, говорит, звонили. Говорит, акция какая-то. Я говорю, какая акция? Я говорю, ну ладно, говорю, акции мне не надо. Потом случайно в Телеграм захожу и смотрю, талант-шоу, говорю, написано. Я аж в шоке был. Я нервничаю, я не знаю. Наша основная мечта – отработать на все 100% хорошо, чтобы нас жюри оценило на все 200%. Assalomu alaykum Assalomu Shohista. alaykum. Здравствуйте. Hayajonlar yo'qmi? Kayfiyatlar yaxshimi? 37. Va siz bu sohada necha yildan beri ishlaysiz? 20 yildan oshiq. Kelinglar. Boshlang. Men o'ylayapman, bular yo'q degan javobni olishadi deb. Ana! Bunaqasini ko'rmaganman. Yonar ekan. Wow! Bravo! Barakalla.
Maylimi, men ham bitta qilib ko'rgim keldi. Ot ko'rmoqchimiz. Bobur akam qarashni ko'rsizmi? Mayli. Bobur akam ko'rsizmi? Yuring, to'xtang. Boramiz. Yuring siz ham. O'z anaqa jinoyatingizga meni sherik qilmang. Yana bitta bering, bu kam. Rangli qilib bering, boyagidek. o'sha yerda qilgan. Rangli qilib Bir bering. balo bo'ladi deb. To'xtay chiqaman mana, gap Qaysi? yo'q. Qiziqdim mana. Jinoyatingizga sherik bo'laman. Nima deydi? Banisida bitta o'zingiz yotmaysiz. Sherik bo'lish kerak. Banisida yotishga kimdir. Sinotasi ham narx qilib. Hop. Aha, kelguncha bunichi. Ha, ketma-ket otishim kerak. Qimmat ekan, yana qaytaraman. Qarang, qarang, Ibrohim aka. Ana aytadi, balki chiqmasmi shu tepaliga. Ibrohim aka, qarang. Bir otaman, ikki otaman, siz 3-4 tez otishingiz kerak. Yana bitta bering. Ha? Mana. Mana qarang. Matichi qo'llariga olib bersam bo'lmaydimi? Sizga qiyin bo'lmaydimi? U so'rayotgan anaqa sizga qiyin bo'lmaydimi? Ketdi, qarang. 1, 2, 3. Bravo! Bo'ldi, sirkka borgansan. Shahzod Ular endi sirkka qiynalmayman. bor. Men unaqa ota olmayman hali. Voy. Oka qo'ying. Bilmas ekansiz. Qarang, menda yaxshi o'xshaydi. Hay'at a'zolari mendan ham qiziquvchan, mendan ham o'tibishdi ular. Shahzoda Muhammedovani gapirmasa ham bo'ladi. Shahzoda opa, siz hali ham bolajonsiz. Turingmi shundoq? Oo. Qarsayla bo'lsin. Voy, Voy onajon de. iltimos. Bravo! Bilasizmi, Bobur aka Mamitdan o'tdi-yu. Shundoq o'tdi. Yaxshiyam men turmadim. Siz turdingiz. Yillab ketdi bor. Qanaqa qildinglar u? Mashitdan o'tdi. Rostdanmi? Yo, rostdan o'tdi. Boshingizga teganda nima bo'lardi? Yo, bosh mayli, Mamitdan o'tdi. O'tdimi? Мне кажется, что если будет что-то новое, фееричное после этого восприятия, оно неплохое, оно видно, что вы много и долго над этим работаете. А так да, я за. Спасибо. Bobur Yo'ldoshev ha degan javob berdilar. Menga ham juda ham yoqdi. Hozir mana ataylab mashg'ulot uchun chiqib ko'rdim. Oson emas, Bobur aka. Men qoyil qoldim. Men bir so'z bilan ha deyman. Ko'zim oldidan hayotim o'tishni boshladi. Har bitta o'tganda shunday, nega unaqa nima bo'ldi? Improvizatsiya zo'r, umuman hamma narsa zo'r. Hammasi zo'r. Kruto, na Rostdan samom ham деле. bundan zo'rini kutamiz, chunki sizlar Got Talent loyihasida qoldinglar. 3 ta ha, xush kelibsizlar. Tabriklaymiz. Omad. Tabriklaymiz. Biz bitta gap gapirayman oldin. Siz muxlisizmi? Voy, rahmat. Всё. Bitta quchoqlab qo'yaysiz-da unda. Men muxlislarimni yaxshi ko'raman.